Assalomu alaykum. Hurmatli Behim Agro kanali obunachilari. Biz Andijon viloyati Baliqchi tumanidamiz. Chinobodda bitta o'sha 100 gektarga yaqin issiqxonalarimizda dehqonlarimiz asosiy ekin turi endi o'sha Pink Paradise ko'pchilik bilasizlar, rozuy pomidor. Shuni dehqonchiligi bilan shug'ullanishadi va bitta asosiy muammo nematodadan juda ko'p qiynalishadi, aziyat chekishadi yillar davomida. Qisqasi bir ajak joy desak ham bo'ladi. Biologiya ishlamaydi, biologiyaning foydasi yo'q, mumkin emas deydiganlarga mana alhamdulillah bizni Allohning izni bilan isbotlab berdik, yuzimizni yorug' qildi, sharmanda qilmadi. Bu yil o'sha Organika F, BSL BV bo'yicha yaxshi ishladik. Faqatgina nematodaga emas, umumiy programma bor, bilasizlar, men ko'p programmalarni aytaman, ya'ni o'sha oziqlantirish programmasi, agrotexnika va himoya programmasi ham o'sha ikkiga bo'linadi. Kimyoviy, biologik, ya'ni uyg'unlashgan himoya, barg kasalliklari, ildiz kasalliklari hammasi bo'yicha imkon qadar ishlashga harakat qildik. Va rezultatlarimiz hamma joyda a'lo darajada, alhamdulillah. Bironta joyda bizga yomon odzivlar bo'lmadi. Shu issiqxonada 10 gektar Chinoboddagi issiqxonada 10 gektar issiqxonani egasi mana Qodirjon akamga, Ma'murjon akamga bilan tanishtiramiz, o'zlarining fikrlarini bildiradilar. Nima qildilar, qanday qildilar? Hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Bu jonli, hech narsani rejalashtirmadik. Bu inson Qodirjon akam bo'ladilar, akalari Ma'murjon akam bor, ular bilan ham ko'p telefonda gaplashganmiz. Savol beramiz, javob beradilar. Qodirjon aka, umumiy issiqxonalarni gektari qancha? 10 gektar dedingiz. Общий 10 gektar. Qachondan beri Pink Paradise ekasizlar? Bu yil 5-yil. 5-yil. Kirishib ekayotganimizga. Ha, demak tuproqlar ham 5 yildan beri 5 yildan beri ishlatib kelinyapti. Har yili shu asosiy bozor qayer? Men bilaman, bu yerda Moskva bob qilishmaydi. Chunki mana Marg'ilonda bo'ldik, etlarni ham sizlarga ko'rsatdik. Chanqatishadi, suvdan qoldirishadi, qantarishadi, o'sha mazasini keltirish uchun mayda bunday qilib, qisqasi bitta tutdan 1 kilo, yarim kilo, 2 kilo hosil olishadi-da aka. Moskva bob qilishadi-da. Ular bilan ham ishlayapmiz. Dastur bo'yicha, programma bo'yicha, babi boshqacharoq, ularning dasturligi boshqacharoq. boqish usuli boshqa. Sizlar Novosibirskka jo'naysiz. Novosibir, Xlopskiy bozor. Narx-navosi qanaqa? Et bilan Moskvaning farqi qanday bo'ladi? Moskvadan ko'ra ozgina arzonroq-u, lekin tanlash ko'p. Tanlash ko'p. Ma'lumot uchun aytaman, Pink Paradise ham juda ham massa beradigan gibrid hisoblanadi. Mevalari mana shunday bo'lib ketadi. Yaxshi qarasangiz, suvni vaqtida bersangiz juda ham zo'r. Ko'pchilik Pink Paradise mayda deb o'ylar ekan. Xo'p, aka, asosiy muammo, sizlarni qiynaydigan muammo nima bu yerda? Mana bitta sizda emas, mana bu yerda общий 70 gektar desak, sizlarniki 10 gektari, bu yoqda Abdunosir akamgilar bor, yana boshqalar bor biz bilan ishlashgan. Hammanglarning asosiy muammoyingiz bitta. Nematoda. Keyin shu hasharotlarda endi umuman barg orqali, oq qanot tuti. Shunaqa narsa. Asosiy muammo shu hasharotlar. Nematoda, zarar ko'randalarda. Shu vaqtgacha, shu paytgacha nematodaga qarshi nima qilgansizlar? Nima ishlov bergansizlar? Har yili ham ximiya ishlatamiz. Nematod ishlatamiz. Ximiya dori bor. O'tgan yili nematod ishlatdik. 15%lik. Undan oldingi yili boshqacharoq uni ishlatganmiz. Nematod ishlatmaganmiz, lekin hammasini tarkibi bir xil. Ximiya dori. Bu yil umuman ximiya ishlatmadingiz? Yo'q, bu yil ishlatganimiz yo'q. Bu pomidor qachon ekilgan? 9-mart kuni ekilgan mana shu. 9-iyunda 3 oy bo'lar ekan, terim boshladinglarmi bu yerda yo'qmi? Terim boshlaganmiz. Terim boshlangan. 8-may kuni boshlaganmiz terimda. Hozir bir 15 kun oshiqdan beri ekilgandan beri faqat nematodani nazarda tutmayapman. Mana ildizdan nematodiga qarshi nima berdingiz? Organika F, BSL BV. Necha marta общий vegetatsiyada? 2 marta berdik. 2 marta. 2 marta berdik. Dastur bo'yicha. Mana ko'rasizlar, barglari ham top-toza, bironta. Biz kechroq berganimiz hisobiga 2 marta bo'lib qoldi. O'zimiz agar ekib turib boshida berganimizda agar 3 marta bo'lish kerak edi aslida. Men aytaman, shu ekkandan boshlab imkon qadar ko'chat yerga tushdimi, ildiz yerga tushdimi, darrov o'sha Organika F quyib, ketidan 2 kundan keyin BSL BV ni quyib, ildizni atrofida himoya bo'lsin. Ham kasalliklardan, ham zarar kunandalardan, nematodadan himoya bo'lsin deb aytaman. Endi bular 15 kun, 20 kun kechroq boshladinglar-da, aka. Biz o'zimizda ximiya bersakmikin yoki biologiya bersakmikin deb turib o'ylanish bilan 10-15 kun ketib qoldi-da. Boshidagi qarorimiz endi keyingi yilga masalan boshida beramiz endi. Inshaalloh. Endi bu yil
o'tgan yil ximiya bergan hisobga ximiya beraylikmikin, biologiya deb turib, boshida bir 15 kun tanlashga ham o'zi vaqt ketib qoldi-da. Bargidan nima sepdinglar aka buni? Bargidan. Bargidan zahar sepganmiz yo'q. Biasli BVS. Biron marta shu vaqtgacha ximikat ishlatmadinglar. Ximikat ishlatilgan yo'q, biror marta. Ha. Ishlatilgan yo'q. Hop, kasalliklarga qarshi nima sepdingiz? Mana bu kasalliklari o'sha pernisparioz bor, serignil bor, bilasizlar. Sxemangiz bo'yicha birinchi Argamka F1 sepdik. Orqasidan keyin pseudobakteriyani bir hafta o'tkazib sepdik. Orasidan hech sepmadik. Keyin biasli BVni yana bir hafta o'tkazib sepdik. Biasli BVni demak bargidan ham zararkunlarga qarshi ishlatganmiz. Dastur bo'yicha shunaqa mana shu 10 kun, 15 kun, 10 kun, 15 kunda bir marta zamburug'li kasalliklarga, keyingisida bakterial kasalliklarga, keyingisida zararkunandalarga shu Argamka F kelgan pseudobakterin va biasli BVni dastur bo'yicha qoldirmasdan ishlatishgan vaqtida profilaktika bo'ldi-da bu yerda faqat, to'g'rimi? Yo'q, tushmagan, sepganimiz kasal yo'q sepdingiz, kasal yo'q. Kasal yo'q sepdik. Bizda nima asosan mana shu o'zbeklarda bor, o'zimizda ham oldin kasal bo'lamiz-da, keyin doktorxonaga chopasiz. Biz profilaktika qilib berdik hammasini. Nematodda ham shu bo'ldi. Boshlaganimizda o'zi tushmagandi. Har yili borligi uchun, lekin profilaktika. Har yili bor lekin. O'zi nematodi ildizda bo'lsa bargga o'zi yetib turadi. Biz ildizni ochib o'tirmadik, barg sarg'ayib ketadi, so'liydi, o'ziga keladi, so'lib qisqasi meva mayda bo'lib qoladi. Ildizni nematodi yeb yotgandan keyin va ko'rk-yurut yeb yotgandan keyin u barglari slabiy bo'lib qoladi. Qisqasi o'shaning uchun ildizni ko'rsatib o'tirmadik. Mana issiqxonaning egalari o'zlari etib turibdilar. Paleni o'zi ham etib turibdi. Bargida ham o'sha programma bo'yicha ishlangan va ildizda ham programma bo'yicha ishlangan. Hali bitta gap aytdingiz-ku, bu yil ximiya qilmaganimizga cho'da bir narsalar yuribdi dedingiz-ku. Asalarilar bor. Hali kun chiqqan paytda asalari kirib qoladi. Hech ko'rmaganmiz-da asalari. Zahar sepgandan keyin asalari yo'qib kirmasdi-da. Bu yil kun chiqqan, bugun mana havo sizlar yopiq paytda kelib qoldilar, asalari yo'q qandaydir. Asalari yuradi lekin. Hali xon qizlarni ham ko'rib qolyapsizlar? Ha, ko'ryapmiz-da, umuman bor. Xon qizi ham ko'payib qoladi. Xon qizini ham o'sha vazifasi shira bilan oziqlanadi, shirani tuxumi, lichinkalari bilan oziqlanadi, bilasizlar. O'sha ximiya bo'lmasa xon qizi ham ko'p bo'lib, qatta shira endi paydo bo'lgan bo'lsa, borib tuxumi, lichinkalarini ham yeydi-da. Bu endi u ham biologiya, u tabiiy biologiya bo'lyapti-da bu yerda. Bu albatta mana shu vkusovoy kачестволиga, ta'miga hammasiga nima beradi? Sizlar mana inshaalloh Novosibirga jo'natyapsizlar. Jo'natganimiz borib, xudo xolasa yaxshi, haligi sotuvi ham yaxshi bo'ldi, mazasi ham, ko'rinishi ham. Yuzinglar yorug'. Ha, rangi kelishi ham chiroyli bo'ldi. Endi sizlar mana qaddinglarni tikka tutib unaqa qilishingiz mumkin. Mabodo eti ses tekshirib yoki masalan kimyoviy pestitsidlarga, mana shu mevani tarkibidagi kimyoviy pestitsidlarga tekshiradigan bo'lsa, sizlar qo'rqmasdan turib, nima bo'lar ekan endi bu yog'iga kimyoviy pestitsid chiqarmikin, chiqmasmikin, yo nitrat miqdori qanaqa bo'lar ekan? Umuman unaqa narsa yo'q o'rtoqlar, bo'lmaydi. Bu albatta bizani eksport salohiyatimizga juda ham kuchli. Albatta bu pomidor bo'lish shart emas. Tarvuzmi, qovunmi, ochiq dalada bog'lar bor, mana gilos bog'lari boshqalar. Eksport qilganimizda asosiy bozorimiz Rossiyada endi bizaniki. O'zbekistonniki. Rossiyaga borganda yuzimiz shunday yorug' bo'ladi, bironta kimyoviy pestitsid inshaalloh chiqmaydi. Endi avvalgi yillardan misol babi tuproqda qolgan, tuproqda bor, endi bu ketguncha ozgina 2-3 yil vaqt o'tadi. Undan keyin bemalol organikaga o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Ras kimyoviy pestitsid ishlatilmagandan keyin endi to'g'ri mineralniy udobreniylar ishlatiladi. Organikaga o'taman deysa, bu tuproq bemalol pozolyat qila oladi inshaalloh. Qodirjon aka, bizdan rozimisiz? Rozimiz. Qo'yingiz to'qmi? Qo'yingiz to'q. Alhamdulillah. Biz ham sizdan rozi. Yaxshi, mana hech qanaqa yo'q-da endi. Har yilgidan ko'ra yaxshi bo'lsa yaxshiki, yomon emas. O'zi ko'rinishi ham aytib turibdi mana. Tomiri yaxshiki, boqyapti-da tepalarda ham mana. Tomiri ishlayapti, mana bergan narsamizni qabul qilib boqyapti-da mana. Alloh barakalarini bersin. Yaxshi. Alloh barakalarini. Men mana shunaqa mevalarni ko'rib xursand bo'laman-da. Endi hali mana o'sha ikkita yarus pash uz bo'lganmiz-da mana. Buni pastdan hisoblasa 5-6 yarus pash. Ana. Pink Paradise qaranglar, biz ko'rib yurganimiz faqat o'sha Moskvaga yetishtiradiganini ko'rib yurganmiz. Men shundaygina mevalarida deymiz. Hammasi mana 1 2 3 4 5 mana 6-yarus mana. Va tepa 7. Tepa 7. 7-da uzganmiz-da. 7 kesda kallasini urgansizlar. Ha, 7 kesda urganmiz.
Ha, maşallah. Hop, O'zi kiyimga sepilgan bilan sepilmaganda o'zi ko'rinishda ham farq qilib turadi o'zi baribir. bu ta'mida ham farq Ha, qiladi. ta'mida aka. ham. Ta'mida ham farq qiladi. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah, Alloh yuzimizni yorug' qildi. Mana egalari bilan suhbat qildik. Inshaalloh umid qilib qolamiz. Bitta maqsad u dori sotish, u boshqa emas. Yurtimizda biologiyaga ixtisoslashgan kompaniyalar ko'payib boryapti va kimyoviy pestitsidlar bilan shug'ullangan kompaniyalar ham o'zlarini mana shu nimalarida, pricelarida biologik fungitsid va insektitsidlarga o'tish jarayonlarini, shularni olib kelish, biologizatsiya jarayonlarini ko'pchilik men bilgan firmalar o'ylab chiqishyapti inshaalloh. Bu biologiyaga polностью biz o'tkazsak, mahsulotimiz sifati ham zo'r bo'ladi, narxi ham zo'r bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Biz Behim Agro qo'ldan kelgancha konsultatsiya beramiz. Mana shu nimaga o'rgatamiz. Inshaalloh bir necha yillik tajribalarimiz bilan ulashamiz, bo'lishamiz. Asosiy aytmoqchi bo'layotgan ma'lumotlarimiz shu edi. Bu o'dziv bo'ldi, ham reklama sifatida ham ketdi va mana shu natijalarni sizlarga ko'rsatib berdik. Qodirjon aka, Alloh barakelarni bersin, ishingizga rivoj Sizdan bersin. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda ishlash, keyingi yillarda ham siz bilan birga ishlash nasib qilsin. Inshaalloh. Xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.